Gentra mexanikani avtomat qilib berishdi bo'ldi, lekin radnoyim chet ellardan umuman qolishmayaptilar-da. Yaxshi, Abduvohid. Xo'p. Mana aslida bu mexanika bo'lgan bu. Avtomat qilib berdinglar, nimalar qo'yildi? Korobka qo'yildi, ikkita granata, korobka padishka, tormoz pedal, shaxta qo'yildi, tablo qo'yildi. Qarang, radnoyim, mana metan 3-pakallarda yurar ekanlar mexanikada. Hozir bu avtomat bo'ldi, yurishlari, misol uchun, o'zgarishlari nima qilish kerak? Bitta regirovka qildirib yuborganlar bo'ldi. Gazni. Yaxshi, radnoyim, Zolotoyim yaqinim. Lekin hozir endi bu 1 yevro Gentra bo'ldi. Tablolar ham almashdi. Qaranglar, okalar, men oyog'imni tormozdan olmayman. Lekin yurishiga gap yo'q. Mana bunisi ham ishlaydimi? Yaxshi, Abduvohid. Bu 1 2 3. Yo'q. Okalar, mexanika mashinanglar bo'lsa, olib kelaverasizlar, Chevroletlarni, Matiz, Spark, Captiva, Orlando, Malibu 1lar, avtomatlar bor. Shuni egalar nomerini yozib qoldiraman. Alyo desanglar